Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli arab tili ixlosmandlari. Bu sarf asoslari batafsil sharh darslarimizning 3-qismi. Demak, to'g'ridan to'g'ri demak darslarimizga kirishamiz. Ismning jomid va mushtaqqa bo'linishi. Ism o'zi boshqa bir ismdan olingan yoki olinmaganligiga ko'ra ikki qismga bo'linadi. Ya'ni ba'zi bir ismlar bir ismdan olingan, ba'zisi o'zi aslida mavjud bor bo'ladi arab tilida. Demak, hech qaysi kalimada olingan bo'lmaydi. Demak, birinchisi ismi jomid. Jomid ism. Sarf ilmida boshqa kalimadan olinmagan kalimaga aytiladi. Ya'ni o'zi aslida lug'at kitoblarida bor bo'ladi, boshqa kalimadan olib yasalmagan bo'ladi. Uni ikki turi mavjud. Ismi zot birinchisi. Lug'atda zotning ismi ismu zatin degani. O'zimizda ham zat, zot so'zi, zat arab tiliga zat so'zidan olingan. Ya'ni biror bir kishi degan ma'noni anglatadi. Ul zotning deymiz-ku o'zbek tilida ham. Degan ma'noni bildiradi. Istilohda esa biror bir turkum, ya'ni ismul jins deyiladi arab tilida. Biror bir turkum nomlarni anglatadigan ismga aytiladi. Ismi zot boshqa bir ismdan yasalgan bo'lmaydi va odatda undan boshqa kalima yasalmaydi. Barobar misol uchun mana rajulun erkak, bu erkak jinsiga, bir erkak zotiga demak dalolat qiladigan, ma'nosini anglatadigan kalima turi. Endi aytayaptiki, o'zi demak erkak degan kalima boshqa bir kalimadan olinmagan. Lekin bundan ham odatda boshqa kalima yasalmaydi deyilyapti. Yasalishi mumkin, ba'zan misol uchun varoq degan so'zdan varoq degani barg degani. Varoq degani barg degani daraxtdagi barg. Demak, shundan varoqatish shajar daraxt barg chiqardi degan fe'l varoqat degan fe'lni ham yasaladi misol uchun. Ya'ni daraxtni dan barg chiqardi degan ma'noda ba'zi vaqtlarda fe'l ham yasaladi. Misol qolan suvidan taqolsa fe'l ham yasaladi. Ya'ni taqolan suvi do'ppi degan. Taqolsa degani demak do'ppi kiydi degan ma'noda. Demak, ba'zan shunday fe'llar ham yasalishi mumkin ekan. Keyingisi masdar. Demak, o'zi boshqa kalimadan yasalmagan demak kalimalar turkumi bo'ladigan bo'lsa, uni ikkinchi qismi masdar bo'ldi. Lug'atda manba degan ma'noni anglatadi, istilohda esa biror hodisaning nomiga nisbatan qo'llaniladi. Misol, fahmun, tushunmoq. Ya'ni biror bir ish harakatning nomini demak masdar, o'zak, o'zbek tilida o'zakka to'g'ri keladi. O'zakdan barcha ismlar yasaladi, barcha ism, fe'l. Demak, buni arab tilida masdar deyilar ekan. Masdardan ko'plab ism va fe'llar yasaladi. Sarf ilmining asosiy mavzularida masdar va undan yasaladigan so'zlar haqida so'z yuritiladi. Demak, mana sarf ilmining asosi demak mavzulari shu masdarni atrofiga qurilgan ekan. Ya'ni e'tibor beradigan bo'lsak, mana ismi jomid ism bo'ladigan bo'lsa, uning ikkita turi bor. Ismi zot bilan masdar bo'ldi. Demak, endi ikkinchi qismimiz bo'lsa mushtaq ismlar. Lug'atda yorilgan degan ma'noni bildiradi. Istilohda esa biror bir kalimadan yasalgan kalimaga aytiladi. Misol uchun madrubun, doribun kalimalari dorbundan olingan. Ya'ni doribun degan uruvchi, madrubun urilgan. Demak, urmoq degan ish harakatdan shularni yasab oldik. Davom etamiz. Mana hozir yuqorida demak e'tibor beradigan bo'lsak, bir kalimadan boshqa kalimani yasash haqida gap ketdi, to'g'rimi? Demak, bitta kalimadan boshqa bir kalimani yasash haqida gap ketdi. Ana endi to'g'ridan to'g'ri ana o'sha yasashni mavzusini boshlaymiz. Bu ishtiqoq deb nomlanadi. Ishtiqoq lug'aviy jihatdan yorib olish degan ma'noni anglatadi. Sarf ilmi istilohida esa bir kalimada boshqa bir kalimani yasashni anglatadi. Demak, ishtiqoq degani xuddiki bir kalimani ochib turib, ichidan boshqa narsani olib olganga o'xshaydi. Demak, dorbun so'zidan mana misol deyilyapti. So'zidan doroba va doribun yasalganiga o'xshab. Demak, masdardan hozir yana quyida ham keladi. Demak, fe'l, ism yana shunday nima kalimalar yasalar ekan. Ishtiqoqning asosi masdardir. Ya'ni barcha mushtaq kalimalar, yuqorida aytdik, mushtaq degani ishtiqoq qilib olingan degan kalimalar masdardan olingan. Demak, eng asosi oxiri demak masdarga borib taqalar ekan. Bu yerda bir narsaga e'tibor berishimiz kerak. Bu demak qarash Kufa demak Basra ulamolarining qarashi hisoblanadi. Bundan tashqari Kufa ulamolarining qarashlari ham bor. Ya'ni Kufa ulamolari aytishadiki, demak ishtiqoq qilinadigan kalimalarning asosi fe'l hisoblanadi. Ya'ni barcha mushtaq kalimalar fe'ldan yasaladi deyshadi. Basra ulamolari esa masdardan.
Xo'p, endi birinchi bo'lib Kufa va Basra ulamolari haqida oz-moz tushuncha berib o'tadigan bo'lsak. Bu arab tilidagi arab tilining shakllanishida tarixda demak ilk arab tili maktablaridan biri hisoblanadi. Bu ikki shahar. Bu asli shaharlarning nomi. Demak hijriy 2 va 3-asrlarda bu ikki shaharda demak arab tili rivojlangan, arab tilidagi asosiy qoidalar, kitoblar, ko'plab ta'lifotlar bajarilgan. Demak, demak Basra ulamolari nima ekan? Masdarni asos deyishar ekan. Demak, Kufa ulamolari bo'lsa fe'l asos deyishar ekan ishtiqoqda. Hop, bularni qarashlarini demak negizini ko'rib chiqadigan bo'lsak. Demak, Basra ulamolari nimaga masdarni asos deb olishadi? Bunga sabab ular aytishadiki, mana ism yuqorida ham o'tdi. Demak, o'zidan ma'no anglatib, fe'lga, zamonga dalolat qilmaydigan kalima turi edi. Shunga ko'ra ular aytishadiki, mana mutloq demak ma'noga dalolat qiladi. Misol uchun masdar ham mutloq zamonga dalolat qiladi. Hech qanday qaydlangan, ya'ni faqatgina o'tgan yoki hozirgi yoki kelasi zamon hech qaysi zamonga dalolat qilmaydi. Shunga ko'ra u umumiy kalima hisoblanadi va umumiy narsa kengroq tushuncha hisoblanadi va torroq tushuncha uchun u asl, ya'ni asos vazifasini bajaradi. Fe'l bo'lsa uni demak qaydlangan bir torroq ma'noni ifoda etgani uchun uni asosni demak juzi hisoblanadi deysham. Misol uchun ya'ni xuddi bir quti bo'ladigan bo'lsa, uning ichiga bir kichkina bir bo'lagi, uni qutini ichiga kirgan bir narsadek, ya'ni bu unisi ichidagi xos qaydlangan, demak uni bir tarkibiy qismi deb qarashadi. Ya'ni masdarni uni fe'lni esa xos, ya'ni muqayyad deb hisoblashadi. Kufa ulamolarini demak qarashlari shundayki, ular aytishadiki, sarf ilmida mana e'lol bor, hali yana darslarimiz davomida o'rganamiz. E'lol sodir bo'lishi uchun, ya'ni kalima tarkibida biror bir o'zgarish sodir bo'lishi uchun demak fe'lda bo'lib ham fe'lning birinchi moziy fe'lida o'zgarish sodir bo'lishi lozim deydi. Bu qoida mashhur, ma'lum. Bu Basra ulamolari buni tan olishadi. Birinchi bo'lib demak moziy fe'lda o'zgarish sodir bo'ladi, e'lol, keyin muzori, keyin amr va unga tobi bo'lgan ismi fa'il, ismi maf'ul, ya'ni shunga o'xshash masdarlarda ham hatto e'lol sodir bo'ladi. Agar uni bir dona sharti fe'lida, ya'ni moziy fe'lida e'lol sodir bo'lgan bo'lsa, unga tobi o'laroq keyin qolgan kalimalarda ham, qolgan demak ismlarda ham e'lol sodir bo'ladi. Ana shuni inobatga olib turib, Kufa ulamolari aytishadiki, yo'q, demak ishtiqoqni ham asli fe'l ekan, fe'ldan hamma narsa ishtiqoq qilingani uchun shu ish sodir bo'ldi deyishadi. Demak bu ikkala ulamolarning qarashlari, mutaqaddim demak ikkala fikrni o'rganib chiqqan ulamolar aksari demak Basra demak ulamolarning fikrini yoqlashadi. Kufa ulamolarining fikrini yoqlaydiganlar ham bor. Biz endi ikkala fikrni ham aytib ketyapmiz. Bu talabaga demak sarf ilmini chuqurroq tushunib yetishimiz uchun kerak bo'ladi. Chunki ba'zi ulamolar ikkala jihatni ham inobatga olib turib, fikrlab, demak ba'zi bir ma'lumotlarni keltirishgan bo'ladi. Demak, masdardan asosan 9 turli kalima ishtiqoq qilinadi. Fe'l mozi, al-fi'lul madi, fe'l mozi fe'li, muzori fe'li, al-mudari', fe'l amr, amr fe'li, ism fa'il, ism maf'ul, sifat mushabbaha, ism tafzil, ism tafdil, ism zamon va makon, ism zaman va makan. Ismul ala, ism olat demak ishtiqoq qilinadi. Ba'zi sarf kitoblarida yuqorida keltirilgan mushtoq kalimalarga yana fe'li jahd, mana fe'li nafi, fe'li nahi va fe'li amr g'oyib qismlari qo'shilgan. Biz keltirmagan kalimaning bu turlari muzori fe'liga harflar qo'shish orqali yasaladi. Shu sababdan ular ishtiqoq jihatidan demak muzori fe'li tarkibiga kiradi. Ular haqida o'z o'rnida to'xtalamiz. Mana, demak aytayapmizki fe'li jahd birinchisi. Ya'ni lam yadrib. Nafi dedik, la yadribu, nahi la tadrib, fe'l amr g'oyib li yadrib, to'g'ri. Bularni aytayapmizki, muzori fe'li deyapmiz, to'g'rimi? Nahu fanlarida ham boshqa fanlarda ham demak yadribu fe'liga jazm qiluvchi harf lam qo'shilib, keyin lam yadrib hosil bo'lgan deb o'rgatiladi, to'g'ri? Demak, muzori fe'li. Mana la yadribu ham xuddi shunday muzori, unga nafi qiluvchi, demak la harfi kirgan, lan nafiya deyiladi, to'g'ri? Nahiyam la tadribam muzori fe'liga lani nahiy qiluvchi la harfini qo'shildi. Amr ham xuddi shunday muzori fe'liga harf qo'shish orqali yasaladi. Demak, bular ishtiqoq jihatdan, ya'ni yasab olish fe'lni kalimasini bino qilish jihatdan muzori fe'li. Ularga shunchaki qo'shimcha harflar kirgan xolos deyilmoqda.
Tushunarlimi? Bu demak mana Shazil Arf kitobidan demak olingan. Quyida esa yuqoridagi ishtiqoqlarni birinchi fe'llar bobida, keyin ismlar bobi ketma-ketlikda birma-bir to'xtalamiz. Hop, demak mana bizda 24-betda jadval berildi. Biz buni yozmachasiga to'g'rilab o'girib oldik. Demak, ism dedik, jomidga bo'lindi, mushtaqqa bo'lindi va jomidning ichidan mana ismi zot chiqib keldi va masdar. Demak, jomidning o'zi 2 ga bo'linar ekan. Demak, masdardan esa mana mozi, muzori, amr, bu yerda amr fe'li desa yana gaplashamiz. Ismi fa'il, ismi maf'ul, olat, sifat mushabbaha, tafzil, zamon, makon va shunga o'xshash bir qancha demak kalimalar ishtiqoq qilib olindi. Mana endi keyingi bobimizga o'tadigan bo'lsak, fe'llar bobi. Demak, boshida biz aytgan edik, bu kitobimiz 4 bobdan iborat. Birinchisi sarf ilmiga kirish bobi edi, bu tugadi. Demak, biz fe'llar bobi kirdik. Demak, bu yerda barcha fe'llar haqida gaplashamiz. Undan keyin ismlar bobi keladi. Demak, bu eng katta bobimiz fe'llar bobi hisoblanadi. Xo'p, demak, fe'l zamonlari. Arab tilida fe'llar 3 xil zamonda bo'ladi. E'tibor beramiz. Madin, mozi, o'tgan zamon, hadir, al-hal, yokida 2 xil nomlanishi bor. Hozirgi zamon, mustaqbal, kelasi zamon. Demak, bu qaysi demak doktor Abdulatif Xotibning Al-Mustaqso kitobidan olingan 99-bet. Demak, bular zamonlarning nomi. Xuddi mana o'zbek, ingliz va boshqa tillarda ham zamonlar o'tgan, hozirgi va kelasi zamonga bo'linadi. Bu o'zi asli tilga emas, umuman bir tushuncha hisoblanadi. Bu zamon bir falsafiy tushuncha desak ham bo'ladi. Demak, bu tilda uni shunchaki biz ifoda etib beryapmiz, xolos uchala zamonni. Ba'zi kitoblarda buni zamon, fe'l zamonlari desa, mozi, muzori, amr deb tushuniladi. Mayli, mozi desa, mozi, biz ham bu yerda hozir mozini mushtarak deyiladi arab tilida. Demak, mushtarak degani bir so'z 2 xil ma'noni anglasa mushtarak deyiladi. Misol uchun g'ayn so'zi. G'ayn so'zi ham ko'zni anglatadi, ham quduqni anglatadi, to'g'rimi? Xuddi shunday mozi fe'li ham zamonning nomi, ham fe'lning nomi. Mayli, bu borasida buni ajratish qiyin. Xo'p, muzori, ba'zan nima muzorini hozirgi va kelasi zamon fe'li, kelasi zamoni deyshadi. Kelasi zamon fe'li desa muammo yo'q. Zamoni deyshadi. Hozirgi va kelasi zamoni deyshadi. Bunday desa mayli, buni ham hozircha isbotlamay turaylik. Lekin uchinchisi buni mustaqbal dedik biz, kelajak zamonining nomini. Uni nima deyshadi? Amr zamoni deb qo'shadi. Kelajakni amr zamoni. Kelajak amr degani to'g'ri, bu kelajakda biror bir ish harakatini bo'lishini talab qilish fe'li, lekin amr degan, buyruq degan zamon yo'qda. Hech qaysi tilda ham buni, misol uchun ingliz tilida ham future deydi. Zamon emas bu. O'zbek tilida ham buyruq mayli bor. Lekin zamon bu kelajak zamoni boshqa narsa, amr qilish, buyurish boshqa narsa, tushunarli? Shu sababdan biz mana zamonlarga zamon jihatidan bo'lsak, demak o'tgan, hozirgi, kelasi zamonni mozi, hozir, mustaqbal deb nomlaymiz. Mana o'zbek tilidagi hozir so'zimiz ham hadir, arab tilidagi hadir so'zidan olingan. Al-hal so'zi ham ahvoling qanday, holing qanday deganimizda ham ana o'sha hal, hozirgi holing qanday degan ma'noni so'ragan bo'lamiz. Endi mozi, muzori, amr nima desa, ana endi hozir bular haqida gaplashamiz. Fe'l qismlari ana. Demak, fe'llar masdardan ishtiqoq qilish jihatdan quyidagicha taqsimlanadi. Ana, demak, mozi, muzori, amrimiz fe'ldan ishtiqoq qilingan kalima turi ekan. Endi qaysi zamonga dalolat qilishi, ana bu boshqa masala. Demak, al-fi'lul madi, demak, mozi fe'li lug'atda o'tib ketgan fe'l degan ma'noni anglatadi. Ya'ni mozi fe'li desa o'tib ketgan fe'l. Moziga qarab ish tutmoq xayrlidir deyiladi-ku. O'zi asli bu yerda Abdulla Qodiriy bu yerda mozi degandan murod zamonni nazarda tutgan bo'lsa kerak, bu yerda fe'lni nazarda tutmaganlar. Chunki o'zbek tilida mozi deyilmaydi. Endi bu yerda Abdulla Qodiriy bitta narsani ham balkim u vaqtda mozi deganda, balkim mozi o'tgan zamon fe'lini ham u vaqtda mozi deb atalgan bo'lishi mumkin. Bu hozirgi kunda demak yangi o'zbek adabiy tilida demak nima deyiladi? O'tgan zamon fe'li deyiladi, mozi fe'li deyilmaydi. Xo'p, endi istilohda esa gap gapirilayotgan vaqtdan oldin bo'lib o'tgan hodisa haqida xabar beruvchi fe'l turiga aytiladi. Mana. Demak, mana qaysi zamonga dalolat qiladi mozi fe'li desa, o'tgan zamonga dalolat qiladi. Endi bu yerda ham aksar holatda asl holati nazarda tutilgan. Asli mozi fe'li ham kelajak zamonga dalolat qilishi mumkinmi? Ha. Misol uchun bi'tu fe'lida, sotdim yokida zavvajtu, tazavvajtu,
fe'llarida ya'ni sotdim deganda maqsadimiz ish harakatini, ya'niki savdoni paydo qilish bo'ladi, to'g'rimi? Sotdim, senga sotdim. Ya'ni shu ondan boshlab bu mol seniki degan kelajak zamonda mol ko'chib o'tishini siz iroda qilasiz. Demak, bu o'rinda moziy fe'li hatto kelajakka ham dalolat qilishi mumkin. To'g'rimi? Misol uchun barakalloh deydi. Barakalla deydi. Baraka top deganda. Ya'ni sen kelajakda baraka topgin, Alloh senga baraka bersin degan ma'noda ham barakalloh deydi. To'g'rimi? Barakalla. Ya'ni bu yerda o'tgan zamonda sen baraka topding yoki-da o'tgan zamon ma'nosi yo'q. Tushunarli? Demak, har xil ma'nolarni ifoda etishi mumkin. Bu alohida masala. Buni balog'at fanida o'rganiladi. Demak, istilohda uni aytdik. E'tibor bering, moziy so'zi ikki xil ma'noga ega. Biri zamon, ikkinchisi masdardan ishtiqoq qilingan kalima turi. Misol, daroba urdi. Keyingisi muzori fe'li. Lug'atda o'xshash degan ma'noni bildiradi. Chunki muzori fe'li ismlarga o'xshaganligi sababidan shunday nomlangan. Ya'ni muzori fe'lning ismga nima o'xshashlik jihati bor? Misol uchun, lomul ibtido deyiladi. In zaydan la yadribu, yoki la yakhruju degan fe'limizda lamul ibtido lomi, demak muzori fe'li kirish mumkin. Asl holatda bu o'zi ismlari kiradigan demak harf turi edi. Misol uchun yana muzori fe'lning ismga o'xshashlik jihati yuqorida aytdik, hozirgi yokida kelasi zamonga dalolat qiluvchi fe'l dedik. Mana hozir quyida ham aytamiz, mana hozirgi yokida kelasi zamonga dalolat qilishi mumkin muzori fe'li. Bu xuddiki mubhamlikni keltirib chiqaradi. Ismlarda ham xuddi shunday hech qaysi zamonga dalolat qilish imkoniyati yo'q edi. Mubhamlik, umumiylik bor edi. Xuddi shu muzoriyda ham xuddi shunga o'xshash mubhamlik paydo bo'lyapti. Bu ismga o'xshashlikni keltirib chiqaradi. Shu sababdan demak mudori' deb o'xshash deb nomlandi. Xo'p. Misol, yadribu uryapti yoki-da uradi. Muzori fe'li hozir yoki kelasi zamonni anglatayotganini atrofidagi qo'shimchalar yoki jumla siyoqi, jumlaning umumiy mazmuni, ya'ni kontekstdan bilib olish mumkin. Misol, sayadribu, mana oldiga sa qo'shilsa, demak kelajakda uradi, yaqin kelajakda uradi degan ma'noni anglatadi. Yadribul an hozir uryapti degan ma'noni anglatadi. Xo'p, keyingisi amr fe'li. Lug'atda buyurish fe'li degan ma'noni anglatadi. Amr degani buyurish degani o'zbekchasiga. Istilohda biror bir narsani kelajakda hosil bo'lishini talab qiluvchi fe'l turi. Ya'ni kelajakda bir ishni qil deydi. Misol uchun idrib ur degani, Demak, biz yuqorida aytdikki, kalimani ishtiqoq qilish bitta ish, uni qaysi demak ma'noga dalolat qilishi yana bir alohida ish dedik. Misol uchun amr fe'li asl holatda buyurishga, biror bir ishni talab qilishni anglatgani bilan ba'zi holatlarda u ma'nosidan chiqishi ham mumkin. Misol uchun iltimos ma'nolarini ifoda etishi ham mumkin, to'g'rimi? Duo ma'nolarini ifoda etishi mumkin. Ya'ni shunga o'xshash bir qancha demak ma'nolarni ifoda etadi. Buni haliga yuqorida aytganimizdek balog'at fanida o'rganiladi. Keyingi mavzuyimiz mu'rob va mabni. Kalimalar oxirgi harakati o'zgarish va o'zgarmasligiga ko'ra mu'rob va mabniga bo'linadi. Al-mabni, mabni lug'atda bino qilingan, qurilgan degan ma'noni anglatadi. Istilohda kalima oxiri o'zgarmay doim bir holatda turadigan kalimalarga nisbatan qo'llaniladi. Ya'ni bir kalimani oxirgi harfi, oxirgi harakati hech o'zgarmasa, demak bu mabni deb nomlanar ekan. Xo'p, shu o'rinda hozir yuqorida bir muqaddima qilishimiz kerak edi. Demak, bu mu'rob va mabni demak mavzusi o'zi nahv fani mavzusiga kiradi. Lekin biz o'zi arab tili fanlari bir-biriga mutanosib, bir-biriga chambarchas bo'lgani uchun bir-biridan alohida o'rganish mushkul, qiyin ish hisoblanadi. Demak, sarf fanini yaxshiroq, chuqurroq tushunishimiz uchun biz ana shu mavzuni o'rganishimiz kerak, shu mavzudan xabardor bo'lishimiz kerak, qanchadir miqdorda bo'lsa ham degan maqsadda bu mavzuni kitobimizga qo'shganmiz. Asli bu hali yuqorida aytganimizdek, nahv fanini mavzusi o'zi hech qaysi bir sarf kitoblarida bu mavzuni topmasligimiz mumkin, lekin biz demak talabani ehtiyoji shunga bor bo'lgani uchun qo'shdik. O'zi asli yuqorida aytdik, mana arab tili fanlari bir-biriga mutanosib chambarchas bog'liq. Bu bitta demak arab tilida emas, boshqa fanlarda ham bir-biriga demak chambarchas bog'liq. Xuddi shunday arab tilida. Misol uchun mana yuqorida ishtiqoq haqida gapirdik. Bu alohida fan hisoblanadi. Ilmul ishtiqoq degan alohida fan bor. Yoki-da ilmul asvat bor. Bu fonetikaga to'g'ri keladi. Bu ham mana alohida demak tildagi alohida bo'lim hisoblanadi. Yoki-da mana hozir aytdik, ma'nolarni o'rganadigan balog'at fani bor, nahv bor, grammatikani o'rganadi. Demak, hammasi bir-biriga chambarchas bog'liq bo'lgani uchun u yerdan bu yerdan ma'lumotlarni, mavzularni qo'shib kiritib, demak, yaktil bitta talabaga bir tizim qilishga harakat qilingan.
Hop, ya'ni kalimaning oxiri binolarga o'xshab o'zgarmas qilib qo'yilgandek bo'ladi. Ya'ni mabniyni bir miyada bir tasavvurini keltirib olish uchun keltirildi bu gap. Mabniy kalimalarga moziy fe'li va amr fe'li va harf kiradi. Mana, demak, mabniy oxiri o'zgarmaydigan kalimalarimiz moziy, amr va harf ekan. Mana, endi bularga ozgina to'xtalamiz. Ya'ni moziy fe'li fathaga mabniydir. Fe'lning oxirgi harfi harakati doim fatha bo'ladi. Misol doroba. Doim fatha bo'ladi. Endi bu borasida hozir yana to'xtalamiz. Bir xil vaqtda bu fatha muqaddar bo'ladi, zohiran ko'rib turgan bo'ladi. Bu haqida yana o'z o'rnida gaplashamiz. Amr fe'li esa sukunga mabniydir. Bu ham asl holatida. Ba'zan buni sukunga mabniy bo'lishini o'rniga noib deyiladi. O'rniga demak boshqacha mabniyligini, ya'ni sukunga mabniyligini ifodalovchi boshqacha holatlar ham bo'ladi. Buni o'z o'rnida gaplashamiz. Kalimaning oxirgi harfi doim sukun bo'ladi. Misol idrib, mana oxirida mana ba sukunli bo'lib turibdi. Harf esa sukunga, fathaga, zammaga, kasraga mabniy bo'lishi mumkin. Misol uchun min, mana minda sukunga mabniy bo'ldi, savfada fathaga, munzuda zammaga, bida kasraga demak mabniy bo'ldi. Hop, demak mabniy haqida biz ozgina umumiy tushunchaga ega bo'ldik. Mu'rob lug'atda bayon qilingan degan ma'noni bildiradi. Istilohda oxiri o'zgaradigan kalimalarga aytiladi. Ya'ni oxirgi harfi, oxiridagi demak o'zgarishlar mu'rob demak kalimalarda vujudga keladi. Bunga ismlar va muzori fe'llar kiradi. Mana ismlar demak doim oxiri o'zgaradigan bo'lar ekan, albatta istisnolar bor. Muzori fe'llari ham doim o'zgaradi, ba'zi istisnolari bor. Bular haqida albatta o'z o'rnida to'xtalamiz. Hop, mavzuyimizni shu yerda to'xtatgan bo'lamiz, chunki fe'l boblari katta mavzu bo'lgani uchun keyingi darsga qoldira qolamiz. Chunki mana 22 ta bobdan iborat, demak, boblarimiz arab tilida bu kattaroq mavzu bo'lgani uchun keyingi darsda yoritamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.